2026 yil 26 mayda muhtaram prezidentimiz 100-sonli qarorlarni imzoladilar. O'zgarishlar jiddiy, QQS to'lashning soddalashtirilgan tartibi 6% stavkada joriy etilmoqda. Bugun asosiylarini ko'rib chiqamiz. Ushbu rejim kimga haqiqatdan foydali? Nega bu shunchaki yangi nom bilan aylanma soliq emas? Va biznes hoziroq qanday hisob-kitoblar qilishi kerak? Ko'rib chiqamiz. Gulnoza asosiysidan boshlaylik. Soddalashtirilgan QQS 6%. Bunday tartibga o'tish kimga foydali va oldindan hisob-kitob qilish kerakmi? Qo'shilgan qiymat o'zi nima? Bu narx belgilashdagi shunday qismki, biznesda kirish QQSi yo'q yoki juda kam. Masalan, xodimlar ish haqi, ustama, to'g'ridan-to'g'ri soliqlar xarajatlarini qoplash, QQS to'lovchi bo'lmaganlardan sotib olingan tovarlar, umumiy ovqatlanish uchun bozordagi mahsulotlar. Shu sababli bunday tartib avvalo umumiy ovqatlanish va xizmatlar sohasi uchun qiziqarli. Bu kompaniyalarda kirish QQSi bo'yicha katta zachot ko'pincha bo'lmaydi. Buning o'rniga tabiiyki 6% stavka va foyda solig'i yo'q. Ya'ni biznes uchun soliqlarni hisoblash va rejalashtirish osonlashadi. Savdo haqida gapirsak-chi? U yerda qo'shilgan qiymat odatda pastroq bo'ladi. Tovar QQS bilan sotib olinadi, keyin qayta sotiladi. Demak, savdo uchun bunday rejim foydasiz bo'lishi mumkinmi? Shuning uchun oldindan hisob-kitobsiz qaror qabul qilmaslik kerak. Ikki variantni taqqoslash kerak. Kompaniya hozir umumiy tartibda qancha soliq to'layapti va 6% stavkada qancha to'laydi? Hisob-kitob uchun qo'llanma jadval pastda. Balki soddalashtirilgan QQS bu shunchaki yangi stavkadagi aylanma soliqning yangi versiyasi va bizni yana aldashyaptimi? Unchalik ham emas. Ha, soliq aylanmaga o'xshaydi, aylanmadan hisoblanadi va zachot huquqisiz. Ammo jiddiy gapiradigan bo'lsak, soliq bazasini hisoblash prinsipi o'zgaradimi yoki yo'qligini tushunish uchun soliq kodeksiga o'zgartirishlar kirishini kutmoqdamiz. 6% stavka nimaga qo'llash kerak? Bugun QQS stavkasi umumiy prinsip bo'yicha realizatsiya aylanmasiga qo'llaniladi. Shuning uchun ha, o'xshaydi. Ammo prinsipial farq boshqa narsada. Bu baribir QQS va shunday to'lovchidan tovar yoki xizmat sotib olgan xaridor QQSni zachotga olish huquqini oladi. Mana shu aylanma soliqdan asosiy farqi. Aslida 6% stavka bu hisoblangan va kirish QQSi o'rtasidagi farq desa bo'ladi. Shu sababli soddalashtirilgan rejimda zachot huquqi yo'q. Shuning uchun asosiy xulosa shunday. Soddalashtirilgan QQS qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan biznes uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Ammo hammaga universal yechim emas.